Io. Mana bu manzillarni bir ko'radigan qadimiy. Xohlasangiz sanang, xohlasangiz sanamang. Matematikangizga ishonsangiz sanavering. Просто respekt nima? Ajdodlarimizga ham qilgan narsalarini qarang, qurgan narsalarini qarang. Просто respekt. Wow. Mira. Oh. Pul vermang. Buzildi. Do'stlar, просто bu manzilni ko'rish kerak. Shunchalik mazza joylar ta'riflashga til ojiz. Shular do'stlarga ham ilinib ko'raysizlar. Mana aziz o'zbekistonliklar, biz o'zimizdan mahalliy xalqdan ko'ra ko'proq turistlar oqimi keladigan. Kelinglar, ko'p kelib turinglar. Bu yurtlarga kelib ko'rish kerak ekan, odam ruhan quvvatlanar ekan. Aylanib ham tugatib bo'lmaydi. Shunchalik ko'p bir xotiralar bor bu yerda. Shunchalik ko'p bir yangilik sarguzashtlar bo'lishi mumkin ekan inson uchun. Umuman tugamas ekan. Mana maqbaralarni ko'ring. Bular просто mazza qiling. बढ़िया से चिक चिक करो. Sohib Qur'on Amir Temur bejiz aytmagan ekan, agar bizni qudratimizga shubhangiz bo'lsa, biz qurgan imoratlarga boqing deb. Realni o'sha imoratlarga boqadigan qilishgan ekan o'zi ham ajdodlarimiz. Odamlar ko'zini uzolmaydigan darajada chiroyli, go'zal qilishgan ekan. Odamlar просто mazza qilyapti. Bu yerdagi manzarani ko'rib просто mazza qilyapti. Men balki emotsionalni aytayotgandirman, lekin realni mana insonlarni ko'rsiz, hammalari baxtli bu yerga kelganidan. Просто shattaligidan baxtli insonlar. Mana ichkarilarda ham ko'rsatishimiz mumkin. Kayf просто. Men orqa taraflariga ham o'tib ko'rsatkim keladi-da, hech kim qiziqmaydigan tomonlari ham dahshatda. To'g'ri, maytda ozgina nima joylari bor. Ozgina vaqt nuqtai nazaridan ozgina o'zini yo'qotgan joylari ham bor, lekin bu respekt просто. Mana bu g'ishlarni qaranglar, buni razmerini, buni sifatini. Mana bu abrisovkalar. Wow.
Mana hatto ichini qo'ying, orqasini ham yorib yuborishgan ekan ajdodlarimiz. Orqasini ham prosta. Tushunyapsizlarmi? Men bilmadim. Ta'riflashga til ojiz. Shunaqa sevish kerak deyman. Mana bu manzilni qarang, manzarani qarang do'stlarim. Do'sti ko'ringlar, shunchaki zavq olinglar. Mana men har bitta maqbarani eshiklarini sizlarga ko'rsatib o'taman-da. Nima bu yerda endi odamlar bor, har xil odamlar. Общественное место, поэтому rozi bo'lasizlar. Mana bularda ham bir ko'rsatay sizlarga.